Dengizga 10 mashina najosat olib borib tashlasangiz, dengizda bir qismigina najosat bo'ladi. Bir oy, 2 oy o'tgandan keyin hali najosat suv tagiga cho'kadi-da, suv o'zini tozalab oladi. Ammo inson og'zidan shunday so'z chiqadiki, agar dengizga bittasi aralashtirilsa, shunaqa so'zlar, dengizda hamma suvni buzib yuboradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Oysha onamiz Safiyani pakanaligini aytdi. Payg'ambarimiz aytdilar, siz bitta kalimani aytdingizki, agar dengiz suviga aralashtirib yuborilsa, ta'mi yoki hidi o'zgarib ketadi. Bitta g'iybatni aralashtirsa, dengiz suvi o'zgarib ketadi. Pakana degan so'z tuhmat emasda, haqiqatan pakana edi. Bir odam haqida gapirasiz, shu gapni eshitsa xafa bo'ladimi? Demak, shu g'iybat. Agarchi bolalarimizga g'iybatning nimaligini tushuntirib qo'yib turib, kech payt aytasan, necha marta g'iybat qilganimni. Bir o'tirishda o'zi bir 10 ta bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarda bir saslik keldi. O falon joyda munofiqlar yoki yahudlar bizni g'iybat qilishdi. Shuni hidi ketdi. Endi biz zamonimizda nimaga g'iybat hidi biz bilmaymiz desa, biz g'iybatsiz havoda olganmizmi o'zi bir marta majlislarimizda degan savolni berishimiz kerak.